Avatar hamda Manicure Finger uzum ko'chatlaridan, uzum qalamchalaridan yangi bog' tashkil qilmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, qadrdon obunachilar, uzum shaydolari, uzum ishqimozlar, fermerlar, dehqonlar. Qadrli kuzatuvchilar, bugun 2026-yilning 28-fevral sanasida turibmiz. Ushbu sanada biz qalamchalarimizdan, ko'chatlarimizdan viloyatlarga dastavka qilib chiqarib beryapmiz. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosing, kommentariya yozing. Hozir men sizlarga qalamchalar qay holatda ketyapti, qay holatda saqlanyapti, shular haqida batafsil ko'rsatib o'taman. Qadrli kuzatuvchilar, qalamchalarimiz mana qay holatda ketadi. Sizning qo'lingizga mana shu holatda yetib boradi. Albatta, nomlari mana shu holatda yozilib bo'ladi. Har bir qalamchalarimizni bog'lariga mana shunday yozilgan bo'ladi. Bu 100 dona boshqa viloyatga, bu 25 dona boshqa viloyatga, bu 50 ta boshqa viloyatga, 3 ta viloyatga. Endi bularda jupi ham bor. Ya'ni jupi mana bunday Manicure Finger qalamchalarimiz, Manicure Finger qalamchalarimiz mana bunday yozib, bularga ham har biriga yozib mana shu holatda jo'natyapmiz. Bularda endi hozir biz pakovka qilamiz, ya'ni strech sarafanda yaxshilab o'rab, namlaga yaxshi holatda yetib borishini ta'minlagan holda pochtaga olib borib beramiz. U yerdan 2-3 kun davomida xudo xolasa, uzog'i 3 kun bo'lmasam 2 kunda yetib boradi xudo xolasa. Barcha viloyatlarga, Qoraqalpog'istonga ham, Xorazmga ham mana shu holatda yetib boradi. U yerda Xorazmga, Qashqadaryoga, Toshkentga ketyapti. Undan tashqari hozir yana ko'chatlarni ham tayyorlaymiz. Ularda ham holatini, qaysi holatda tayyorlanyapti, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi qay holatda saqlanyapti bu qalamchalar? Qalamchalarimiz mana shu holatda chuqur kovlangan, Bu tarafida mana Avatar, mana bu tarafida esa Manicure Finger qalamchalarimizni ko'mganmiz. Shu yerdan ko'miliq holatda sizlarga mana shu holatda olib beryapmiz. Upakovka jarayonini ham, qanday upakovka qilganimizni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Kimga kerak bo'lsa mana shu holatda optim chiqarib beramiz. Donaga eng kamida 50 dona, optim esa bizda hozir mana 50-60 mingta qalamchamiz bor. Chiroyli holatda qilib beramiz narxlarini ham. Narxlari donaga mana shu 5000 so'mdan pochta orqali jo'natib beriladi. Pochta xizmati 30-40 ming bo'ladi har bir viloyatga. Hozir bundan keyingi videoni davomida sizlar o'sha ko'chatlarning holati qay holatda, shular haqida ko'rsatib o'tamiz, ma'lumot beramiz. Mana qadrli kuzatuvchilar, pochtalarimiz o'z egalariga ketyapti. Qarshiga, Urganchga, Kattaqo'rg'onga bular Avatar hamda Manicure Finger qalamchalari hamda mana bu Shahrisabzga Ketmon sohibi hamda F1 ko'chatlarimizdan ketyapti. Mana shu holatda sizlarga ham yetib boradi qadrli kuzatuvchilar. Ekrandagi raqamga aloqaga chiqsalar ham Telegram, WhatsApp bor yoki bemalol telefon qilsalar ham chiroyli holatda ishlarni bitirib beramiz. Yangi bog' tashkil qilmoqchi bo'lgan fermer dehqonlarga ushbu videoni tashlab qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.